O'sha birinchi keldingiz, mana Amerikaga ko'nikish, Amerika hayoti qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan boshida sizda? Men Amerikaga keldim o'g'lim bilan, endi o'g'lim 3 yosh bo'lgan. Murabbiyim aytdi, men Chikagodaman. Bir oycha 15 kuncha bir nima qilib tur, biror joydan joy top dedi. Gruppaga yozdim. Bitta ayol chiqdi. Ayol chiqdi-da, uy bor bizda dedi. Samarqandlik, hijobli ayol. Bir bedroomli uy ekanda, kirorishingiz oshxona, ichkari spalnya. Eri bor uni. Men unaqa deb tasavvur qilmagandim. Biz oshxonada uxlardik. Achinarlisi biz bordik, oldindan pul to'ladik. O'g'lim tug'ilgandan beri o'g'il bolaga o'sha yaxshi ko'radi-da. O qiz o'sha xazayka, u endi egasi xazayka bo'ladimi? O'g'liga osh yediryapti. Namozxon, hijobli ayol. Osh yediryapti, men aytayapman, qo'limda pulim bor, qayerga borishni bilmayman, chunki endi keldim-ku. Bir kun uxlab turdi, ertasi kungi voqea. Singlim dedim, oshingizdan bir ikki qoshiq bering, o'g'lim yeb olsin. Yo'q, erim urushadi, bera olmayman, deyapti. Shunaqa kunlarni ko'rdi. U kun ham o'tdi. Bir balo qilib o'tkazdik, bir 10 kunni o'tkazdik. 10 kunga sinimat qildik uyni. Murabbiyimga telefon qildim. Yana bir 10 kun kutib tur dedi. Keyin bitta ayolni topdik gruppadan. Keldilar, salom alaykum qilib, "Voy jonim, meni jonim" dedilar-da. Shuni $2000 ga uxlatdilar-da.